Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşenlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli görürmenlerimiz, bugün 2024 yılı 15 dekabr yakshanba. Her yakshanba günü etdigende bir hafta jarayonida vatanimiz Sharq Turkiston ve dünya kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim haberlarni qisqa analiz qilgan shaklda huzuringizga sunib kelyapmiz. Qanundaqda oldi bilan bu haftadagi xabarlarimizning mavzulariga ko'z yuritib o'taylik. Xitoy şirketi TikTok'ның narazılık arzi mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Paragvay Xitoyning bir diplomatini qo'g'lab chiqardi. Amerikaning Xitoyga qaratgan jazosi ta'sirini ko'rsatdi. Amerika tor hujumiga qatnashgan Xitoy shirkati va shaxsga jazo yurgizdi. Rabia Qadir Sodi sarayining chiqib etilganligi dalillandi. Kanada Xitoyning 8 amaldoriga jazo yurgizdi. Xitoy atalmış Şinjanga yordam berish nomida majburiy emgak ko'limini kengaytmoqda. Demak, bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Qanundaqda birinchi xabardan boshlab ko'z yuritib o'taylik. Xitoy shirkati TikTok'ning norozilik arzi mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta TikTok masalasi bo'lib, Amerikada uzundan buyon talash tortish nurg'un masalalar bo'lib o'tdi. Hammasini her vakit huzuringizga vaqtida sunib keldik hozirgacha. Axir nim bo'ldi? Xitoy har qancha beshamlik qilib, bu yerda o'zining qilayotgan nurg'un yo'lsizlikni oqlashga uringan bo'lsa-mu, eng oxirida bu sungan arizlarmi mag'lubiyat bilan oxirlashib, sanoqli kunlar qoldi oldimizda taqildiganligi yoki Amerikaga setib berishdan ibaret. Yoki taqash yoki Amerikaga o'tkazib berish bu natijaga duch keldi hozir. Bu TikTok masalasi Amerika parlamentining shirkat haqidagi cheklash qonuni ma'qullaganligiga qarshi sungan TikTok shirkatininki norozilik arzi mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Amerika ovozi berildi bu xabar. Amerika Narazılık Soti 6 dekabr resmi hüküm çıkarıp, Amerika parlamenti bu yılın 5'inde ma'qullagan Amerikalıqlarni raqib davlatlarning kontrolligidagi abditallarning ziyonkashligidan qo'g'dash qonunining Amerika asosiy qonuni qo'g'dayotgan fikr erkinligiga zid emasligini muayyanlashtirgan Amerika Narazılık Soti. Bu hargiz fikr erkinligiga zid emas. Çünkü Amerikalıqlarning raqib davlatlarning bu xil TikTok'ninki qandaq o'g'irlik qilganligi, qandaq ishlatuvchilarninki uchurlarni qandaq ishlatadiganligi masalasi dunyoda hammamizga ma'lum mas'uliyat hozir nurg'un davlatlar cheklayotdi shunga. Mazkur qonunda TikTok supisining Xitoy kommunist rejimi tarafidan kontrol qilinadiganligi, Amerikalıqlarning uchur bexatarligini qo'g'dash uchun TikTok'ning bosh shirkati ByteDance'ning 2025-yili 19 yanvardan burun Amerikadagi tarmoqini setib etib, bosh shirkatdan ayrilishi kerakligidan iborat. Agar unda qilmasa TikTok'ning Amerikada butunlay cheklanadiganligi bekitilgan edi. Bunun keyindan uzun o'tmay bu TikTok shirkati bu hukmga qarshi arz sungandi. Lekin bu arzimi qandaq bo'lib oxirlashdi yuqorida deganimizdek TikTok'ning sungan arzi butunlay aqmaydiganligi, bu shirkatninki, Amerika xalqininki TikTok ishlatuvchilarining bu yerda sotdan, ya'ni shirkatning bu TikTok shirkatininki sungan arzini butunlay rad qilgan hukmga nisbatan bu yerda ko'plagan parlament a'zolari sotdan chiqargan hukmini qarshi elib, nima dedi? Amerika xalqining TikTok ishlatuvchilarining g'alabasi va Xitoy kompartiyasining yengilishi deb sifatladi buni. Növbətdə nurg'un davlatlarda ishlatuvchilari nihoyat kun sari kuchayotgan bir abditali bu. Amerikada ham 170 millionga yetgan hamda ishlatuvchilari TikTokning. Xitoyga tabi mazkur ijtimoiy taratquv supisining shaxsiy uchur to'plashi, Xitoy rejimining saxta tashviqoti uchun xizmat qilish haqidagi andishalar va tanqidlar Amerikada kuchli o'tirg'i qo'yilgan va dunyoning nurg'un davlatlarida o'tirg'i qo'yilib kelayotgan bir masala. Hozirga qadar Amerika, Turkiya, Hindiston, Pokiston, Qirg'iziston qatorliq bir qism davlatlarda TikTok abditali butunlay yoki qisman cheklangan ahvolda turibdi.
Xitoy va TikTokning bosh shirkati bu ayblashlarni, ya'ni boshqa ishlatuvchilarning uchurlarini, shu CEO'simi numussizlarcha bu yerda, hatto bizningki o'z vaqtidagi Uyg'urlar masalasini so'ralganda qandaq yüzü qizarmasdan qandaq ifoda bildirganligini hammamiz bilamiz hamda bu yerda demak ham boshqa Xitoy kommunist rejimiga qarshi biz kommunist rejimiga asla bog'lanmagan biz mustaqil shirkat u bu deb bu yerda quruq gap sotgan bilan butun dunyoda Xitoy Kompartiyasining tashviqotini qilish, Xitoyga qarshi har qandaq bir narsani darhol yuyib tozlashga eng mahir bir shirkat abditalda bu hamda. Yani shunday ahvol turib hozirgacha buni qat'iy inkor qiladigan gap. Hech qanday biz aloqamiz yo'q bu kishilarning erkinligi u bu degandek bu safsatini hozirgacha setyapti hamda. Demak, bu mushuklarning hammasi uch holatda ko'z tupurida bu shirkatningki Xitoy Kommunist Partiyasiga rejimiga qandaq bog'langanligini. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Paragvay Xitoyning bir diplomatini qo'g'lab chiqardi. Albatta, bu mu yana shu Xitoyninki yo'lsizligi, boshqa davlatlarda qandaq yo'lsizlarcha boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashayotgan beshamlikning o'tirg'i chiqishining bir sababi. Paragvay hukumati 5-dekabr Xitoyning bir diplomatiya amaldorining davlatdan qo'g'langanligini e'lon qildi. Sababi nima dedi? Mazkur amaldor Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Ma'rif, fan va madaniyat yig'ini mezgilida Paragvayning Xitoyni qo'llaydigan o'qituvchi partiya a'zolari bilan ko'rishgan hamda Tayvan bilan tashqi munosabatni o'zib, Xitoy bilan tashqi munosabat o'rnatish haqida qudrat qo'l qilganda bu axloqsiz amaldor. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi darhol Linjian 6-dekabrdagi qarorlik axborot e'lon qilish yig'inida bu amaldorini qo'g'dab, bu amaldoriga ega chiqib, Paragvay hukumatining bu qaroriga norozilik bildirdi. Fransiya xalqaro radiosi bo'lsa, Paragvay Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif va fan va madaniyat tashkiloti yig'inida qatnashgan Xitoy Tashqi ishlar ministrligining Latin Amerika ishlari maslahatchisi Shu Weini Paragvayning ichki ishlariga aralashdi deb ayıplagan bo'lib, uning vizasini bekor qilgan va 24 soat ichida Paragvaydan ayrilishini, Paragvaydan chegaradan chiqib ketishni talab qilgan. Reuters agentligi bo'lsa bu xabarni Shuwei Paragvayning Xitoyni qo'llaydigan o'qituvchilar partiyasining ikki a'zosi bilan ko'rishganda Paragvay Tayvanning o'rniga Xitoyni e'tirof qilishi kerak. Bu tanlash purchoq eksport qiluvchi Paragvayga foydali deya. Qarab qo'yaylik Xitoyning axloqsizligini. Ya'ni ani ilgari surib turib, sen bu purchoq eksport qilish masalasida bizdek nupusi ko'p, bizni tanlasang, bizning nupusimiz ko'p, uni qilamiz, buni qilamiz degandek, bundaq axloqsizlarcha talab qo'ydigan gapda hamda. Tayvandan yuz o'rib, Xitoyga moyil bo'lishga qudrat qilganda bu amaldor. Shunga bu shaklda 24 soat ichida chegaradan chiq degan shaklda buni qo'g'lab chiqargan. Paragvay hozir qadar Tayvan bilan diplomatik munosabatni saqlab kelgan 12 davlatning biri hisoblanadi hozirgacha. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Amerikaning Xitoyga qaratgan jazosi ta'sirini ko'rsatdi. Albatta, bu haqda nurg'ulg'an xabarlar pat-pat chiqib turibdi, nurg'un sonliq ma'lumotlar bilan hammani huzuringizga sunib kelyapmiz. Bu qatim Amerika ovozi Xitoy tamojnasining 10-dekabrdagi Xitoy tamojnasining uchurlarini naql qilib xabar qildi. Ya'ni jazoning Xitoyga qanday ta'sir ko'rsatayotganligini. Bu xabarda Xitoyning Rossiyaga qilgan eksporti oldingi oyda o'ylamagan yerdan 2 xillik son bo'yicha tövalgan bo'lib, 10-oydagi 24%lik eshqi selishtirganda ig'ir nacharlashgan Xitoyning bu eksporti Xitoyniki. Xitoy iqtisodidagi bu ahvol 4 oydan buyongi tunji tushish deb o'tirib qo'yilganda bu xabarda. Bildirilishicha 11-oyda Xitoyning Rossiyaga qilgan eksporti o'xshash mazgildagidan 10,5% tövalgan bo'lib, bu yil 7-oydan buyongi tunji tövallash bo'lib hisoblangan. Xitoy puli bo'yicha bo'lganda Xitoyning Rossiyaga qilgan importi oldingi oyda 7,4% tövalgan. 10-oydagi 4,3% ga selishtirganda tövallash darajasi ko'rinarlik bo'lgan. İki taraflik savdo umumiy summasi 145 milyard 900 milyon yuan. İki taraf o'tirsidagi savdo umumiy summasi. Ya'ni taxminan 20 milyard 500 milyon dollar.
Bulup, o'xshash mazgildagiga selishtirganda 5% tövənligəndə bu hamda. Dollar bo'yicha hisoblaganda Xitoyning Rossiyaga qilgan eksporti 2,5%, importi 6,5% tövənligən. Ammo Xitoy tamojnisi seshanba kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar import eksportning tafsilotini o'z ichiga olmagan. Ya'ni qaysi sohada ekanligini. Navbatda Amerikaning jazosining ta'siri sababli Xitoy savdogarlar va Xitoy bankalari jazodan qochish uchun Rossiyaga bevosita pul to'lashni xohlamayotganligi ham bu xabarda tilga olingan. Albatta bu faqatlam Rossiya Xitoy o'rtasidagi savdo munosabatini ko'rsatgan bir narsa. Chunki buning Xitoy iqtisodiga qanchalik ta'sir ko'rsatayotganligi biz ilgariki xabarlarimizda va haftalik xabarlarimizda qanchalik qatim sunduq. Majburiy emgak masalasida Xitoyning nurg'unlagan mollarining cheklanayotganligini hammanglar bilasizlar. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Amerika tor hujumiga qatnashgan Xitoy shirkati va shaxsga jazo yurgizdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu tor hujum masalasimi uzundan buyon Xitoyninki har qaysi davlatlarda qandaq yo'lsizlik qilayotganligi davomli holatda shundoq oshkorlanib rasvo bo'layotdi Xitoy. Ham hali ham shundoq bo'lib tursimi yana bu beshamniki bu yo'lsizligi davomlashayotgan bir masala bo'lib qoldi hozir. Bu qatim Amerika hukumati 10 dekabr bir Xitoy shirkati va uning bir xizmatchisiga 2020-yilda 4-oyda tor hujumi qo'zg'algani sababli iqtisodiy jazo yurgizganligini e'lon qildi. Bundan boshqa ikki Xitoy shirkati inson huquqlari dafsandichiligiga qulaylik yaratib berganligi sababli Amerikaning sud jazosi tizimligiga kirgizilgan. Fransiya xalqaro radiosida berildi bu xabar. Keng ko'lamli tor hujumiga qatnashgan deb ayblangan va Amerika tarafidan jazo tizimligiga kirgizilganlar bo'lsa, Sequence Silence uchur texnik shirkati va uning Guantianfeng ismli bir xizmatchisi ekanligini bildirdi bu xabar agentligi. Mazkur tor hujumining ta'siriga uchragan shirkatlarning ko'pinchisi Amerikadagi xalqiliq ul aslahalarga chetildiganda hamda Amerika Moliya Ministrligi bayonotida yomon g'arazlik tor hujumi qo'zg'ovchilar, jumladan Xitoyda harakat qilayotganlar Amerikaning davlat bexatarligiga duch kelgan eng chong va izchil saqlanayotgan tahdidlarning biri degan shaklda Moliya Ministrligi bu shaklda bayonot e'lon qildi. Xabarda qayd qilinishicha 2020-yil 22-apreldan 25-aprilgacha yuqoridagi Silence shirkatining bexatarlik tadqiqotchisi Guantianfeng yomon g'arazlik yumshoq detal ishlatib, dunyoning har qaysi joylaridagi taxminan 81 ming tor mudofaasi uskunasiga hujum qilgan. İşletkiçilərinin sim familiyasi, maxfiy numara qatarlıq sonliq ma'lumotlarni o'g'irlaganda bu hujumda. Va bularning 23 mingdan ko'pragi, ya'ni umumiy o'g'irlagan, umumiy hujum qilingan uskuna 81 ming tor mudofaasi uskunasi va sim familiyasi nurg'un ishlatkichlarning maxfiy numara qatarlıq sonliq ma'lumotlar. Ammo buning ichida 23 mingdan ko'pragi Amerikaga joylashgan bo'lib, bularning ichida 36si Amerikaning muhim ul aslaha shirkatlaridagi sistemalarni qo'g'daydigan nimalar bo'lg'ashqa bu qatim bularga bu shaklda yuqorida so'zlab o'tganimizdek jazo berildi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Rabiya Qodir savdo saroyining chiqib o'tilganligi dalillandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu xabarni kundalik xabarimizda hafta ichida tafsiliy holatda ba'zi qayta hammani tilga olishning hojati yo'q. Albatta har qanday bir Uyg'ur xalqining ichida bu savdo saroyini anglamaganlar bo'lmasa kerak endi. Ko'rib baxmagan Urumchi kelganlarning har qanday cho'qim bu savdo saroyiga kirmay Urumchidan ayrilishi mumkin emas deb qarayman deb. Va hatta Urumchiga hayotida kelib baxmaganlarmi anglamaganlar bo'lmasa kerak endi. Demak, vatanimizda nurg'un tamushu 90-yillardan keyin Uyg'ur jamiyatida nurg'un savdo sohasida xalqimizning har xil bu yerda yetishib chiqishiga faqat savdo saroylari emas, buning ichida nurg'un ilmiy faoliyatlar, yig'inlar, hatto maktablar va tarbiyalash kurslari, nurg'un yoshlarimiz tarbiyalangan ustida Urumchida turgan xalqimiz albatta biladi. Shundoq bir binoninki Xitoyning ko'ziga mehbub qadilib, shu 2009-yildagi Urumchi qatliamidan keyin
Rabia Qadir xanımğa bu başınınki küşkürtküşçisi Ürümçi katliamı Xitay nimelerni dedi hemmimiz bilimiz. Ta şu vaqtlardan tatip bütün dünya axbaratını qaplagan Ürümçi katliamı meselesini mezgilidimi Rabia Qadir xanımğa Xitayninki atqan tökmetlerini hemmimiz bilimiz. Onun kendini peçetligen boldu. Peçetligen bolsun hazırgacha bu Rabia Qadir xanımın Xitay ailesideki bütün ailedeki balavaqlarının hemmesini qandaq taqib astıda, bəzilərinin türmədə, bəzilərinin sirtdə olsun, qandaq besim asты tutub atqanlığını hemmimiz bilimiz. Peçetlep bolğandan keyin mu çaqanmay hazırgacha qat götürüp Xitayning ko'ziga meq bo'lib qadilib, her ötken Uyghur buna oylamay qalmaydı, ko'ngillardan nimalarni o'tkazdi hamda. Bu şekilde turib atqan bir binat hamda. Tuyuqsiz buningki shu o'tgan hafta chaqib etilganligi ijtimoiy uchur vositada bo'lib lager shoidi Zumrat xonimniki nimesde muşundaq bir xabar ağallıqı oturuq qoyuldu. Keyin bu rasu oldum, bombadım degandek nurg'un işkilnişler bolğandan keyin Erkin Asiya radiosu muxbiri Şöhret Oşur efendim bu vaqtda Xitay dairələri bilan mayli saqçı idarəsi bolsun, mayli quruluş idarələri təfsili uzun bir xabar. Bu yerdə bevosita telefon qilish orqali nurg'un bu binanınki hem Rabia Qadir So'l saroyi hem yendiki Aqida So'l saroyiniki bütünlüğü çeqib etilganligi dalillangan bo'ldi. Demek Xitay ahirida bu ko'ziga mextek bo'lib qadilib atgan bir binoni qonunsiz shaklda na sirtdiki chet eldagi Rabia Qadir xonimga ma'lumot bermasdan, na ichidagi uning bolalariga hech qanday bir xabar bermasdan butunlay çeqib yo'qotganligi dalillangan bo'ldi hamda. Demek Xitay shunday yo'lsizlikni davomlashtiryapti. Ve hatta partlatib etilganligi Zumrat xonimga kelgan uchurlardimi hem Şöhret Oşur efendim telefon qilgan vaqtidami bütün tafsili xabarni ko'rsak zaten buni his qilamiz. Butunlay qandaq nima o'rlashtirgan bo'lsa hamda partlatib yo'qotganligini bildirilyapti. Demek qaysi shaklda yo'qotsin Xitoy nihoyatda tadbir elib atroflarni butunlay nurg'un do'konlarni taqab degandek qattiq mudofaa tadbirlari bilan bu binoni yo'qotganligi dalillangan bo'ldi. Demek shundaq yo'lsizlik davomlashyapti Xitoyniki. Uyg'ur xalqining har qandaq bir narsasini uningga oid bo'lgan har qandaq narsani yo'qotib bütün zihniga mukammalgan qilib o'tish uchun biz sanab tugatkusiz yo'lsizliklarning yaniga yana bir cho'ng bir yo'lsizlikni qo'shgan bo'ldi Xitoy. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Kanada Xitoyning 8 amaldoriga jazo yurgizdi. Albatta, bu hafta ichida muballigh tafsiliy holatda Xitoyningki nurg'un o'zini oqlash urinishlari to'xtovsiz holatda davom qilayotgan bo'lsa-mu, men hech nima qilmadim. Har narsa Sharq Turkistonda shundoq go'zal atalmış Şinjan'da bularning tili bo'yicha shundoq go'zal davom qilyapti deb bütün tirishchanligi bilan ta'tir tashviqot qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoyga har xil jihatdan jazolar yurgizilyapti mana shunga o'xshash. Haqiqatni hech qachon yapolmaydi Xitoy. Kanada Yer shari ishlari ministrligi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa va Tibet Falun Gong muridlarini bostirishga chetilgan 8 Xitoy amaldoriga jazo yurgizganligini 10 dekabrdan tartib jazoning kuchga ega ekanligini e'lon qildi. Kanada hukumati organ to'rida bu e'lon qilingan bu qaror. Kanada hukumati Kanadaning Xitoy haqidagi alohida iqtisodiy tadbir nizomiga asosan qo'llangan tadbirda Kanada va Kanada sirtidagi Kanada fuqarolarining jazo tizimiga kirgizilgan Xitoy amaldorlarini mablag' bilan ta'minlash, mol-mulk, savdoga munosabatli har qanday muomalada bo'lish man'iy qilingan bu tadbir bilan. Jazo tizimiga kirgizilgan atalmış maxluqlarga qarab baxsaq, atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq xalq hukumatining qo'rchaq raisi, partiya hukumatining muavin raisi Erkin Tunyaz bu Xitoyningki lalmesidomdiq nima desak bo'ldamdi. Va atalmış Uyg'ur Abnum rayonining sobiq sekretari Chin Chuango jallatning qandaq nima vahshiyliklarni qilganligini hamma xalqimiz biladi. Chin Chuango'ningki Xitoy Qurultiy doimiy komitetining muavin raisi atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq hukumatining sobiq qo'rchaq raisi Shohrat Zakir
Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Siyasi Məsləhət Yığınının muavin rəisi Ping Jaruy, Tibet Abdunum Rayonunun Sabıq Partiya Sekretari Wu Yingji, Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Bexəterlik İdarəsinin Sabıq Partiya Komiteti Sekretari Hu Liujun, Atalmış Tibet Abdunum Rayonluq Hökumətinin muavin rəisi Cexi Ministerliyi Partiya Komitetinin katibi Jiang Hongbo, Xitay Kompartiyası İttifaqlıq Komitetinin sabıq başlığı Yao Chuan qatarlıq bu 8 komünist rejiminin canlatları, icraçıları bu şekilde cezağa uçurgan oldu. Demek mana şunda har qancha qilsimi, texe aldığımız kunlarda bu irqiy qirg'inchilik qatnashgan bütün bu jinoyat guruhining har bir a'zolarining ki adolat oldida javob beradigan kunlarimi keladi inshaalloh. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy atalmış Şinjanga yordam berish nomida majburiy emgak ko'lamini kengaytmoqda. Endi mushunda numussiz, yani beshamlarcha mavzu qo'yalaydi endi Xitoylar Şinjanga yordam berish. Bu kadar numussiz, axloqsiz bir nimalardi. Yo, sening bütün Xitoyingni beqiyotgan, bugun Xitoyni dunyoga men dunyoga patmayapman deb ho'kirtayotgan bizning Sharq Turkistonning boyliqlari. Ya nimanga yordam bersa, xuddi biz yalangto'sh, jenimizni boqolmay qolgan yani insonlardek. Ya bu kadar axloqsizda sen bütün keç gündüz 24 saat xuddi adam o'ylab qoldi ba'zi yani. Her kuni bir yerdan Sharq Turkistonning mavjud milyonlagan sanoqsiz boyliqlarini 24 saat yerning osti ustidan o'g'irlab chiqayotgan ve şu bizning boyliqlarimizni neft, tabiiy gaz, oltin, kumush yani aqlimizga nima kelsa u. Mushunda boyliqlarimizni sug'urib chiqib ketib, Xitoy bugun terisiga patmayotgan, Xitoyni beqiyotgan xalqning ziminni 19 o'lkisi deb xuddi 19 o'lkisi bizga ish yag'irib ketib bizga yordam beramiz. Ya bu kadar axloqsiz, numussizlar bu ya. Ma zimin meni beqiyotdi, meni bugun samat mushunda holatga olib keldi. Numus qilishni bilay deyishning o'rniga bundaq numussizlarcha ishni talaylab qilalaydi vaqtaylar. Mushundaq paskashlarda bo'ladi. Ya insonning tinish yurkunda bundaq bir zarrachilik insoniyatdan zarrachilik bir dars qilib qolgan bo'lsa agar Xitoyda bundaq bir xabar shaklda yoki bir nimada bir bundaq bir ism bilan yig'in etishni numus qildi aslida. To'xtab turma dunyoning ko'zi vardı, bilgan pan-taraqqiyot shu taraqqiyot shu qadar dunyoning hamma narsasini bilib turadigan sonliq ma'lumotlar o'tirdi. Oldida hamma odam erisha oladigan bir jahonda yashayapmiz. Biraz numus qilaylik degani deyiladi. Ammo bundaq bir axloq bo'lmag'achqa bu numussizlarda buni numussizlarcha bizga kuyingan qiyofatga, bu zamonga kuyingan qiyofatga kirib olaylik demdi. Bu xabarning har bir qurlari insonningki ichini ko'ngilni ilishtirdi demdi. Şinjanga kasblar orqali yordam berish. Ya millat bu yerda majburiy emgak bu yerdagi xalqni Xitoyning ashu bütün atalmış 19 o'lkasidagi o'sha oqqullarni u yerdagi nurg'un shirkatlarni vatanimizga taklif qilish orqali o'sha yerda zavod qurib bu nimaning ichida hech qaysini Şinjanga kasblar orqali yordam berish nomida Xitoy shirkatlarini Sharq Turkistonga ko'chirish to'xtamlarini qilgan hamda. Bu yer ko'chirib akilib, bu yerda majburiy bu xalqni qul qilib ishiltmaymiz. Çünkü bu to'xtamning ichida nima deb mush yordam berish turli nurg'un hech qaysini tilg'og'im yo'q. Nima deydim o'shada? Eng muhim imzolarning ichida kelishimlarning ichida birisi bor. Shu turlarning ichida emgak kuchi chiqarish kelishimi hammadan diqqat qo'zg'aydi u nuqta. Ya'ni bizning Sharq Turkiston emgak kuchi chiqarib biz yerda qul aşağıda xuddi qo'tong'i so'langan qo'ylardagi xohlagancha xalqimizning yosh o'g'il qizlarimizni ham turmaning ichida ham sirtida hatto vatanimizdan eshib Xitoyning o'lkalariga nurg'un yerlarga majburiy emgak bekorlik ishchilik olib u yerda ya'ni dunyoda inson olmaydigan bir haq berdim degan taqdirda eng to'van haq bilan Xitoylarga bo'lsa asla ishlamaydigan shaklda bechora xalqimizni, yoshlarimizni, sanoqsiz kishilarimizni ham vatanimizni ayirib
muhitdan ayırıp butunlay Xitaylaştırış, hem u yerda qul qilib işletish uchun Xitoy o'lkalarga apadi. Bizning vatanning ichiga bu yerdagi qilib qolganlarga aram yo'q. Bu yerdagi butun nurg'un shirkatlarni bu yerga taklif qilib, vatanimizning hamma yerlariga bulun pushqoqlarga o'rinlashtirib, bu yerda xalqimizni nomussizlarcha emgak kuch chiqarish kelishimini imzolatib, uning keyindan oyati xalqimizni bekorlik o'rnida ishlatib va nomussizlarcha Şinjan'a yordam berish degan narsani nomussizlarcha qo'ya oladi. Mushundaq axloqsiz pastkash maxluqlardir bular. Buni tushunishimiz kerak endi. Bu qolgan tafsilotning hech birini deyishning hojati yo'q. Bu darajada endi. Mushunda yo'lsizligini, beshamlikini to'xtovsiz holatda qilyotdi. Alloh subhanahu va taolo bu mal'unlarninki, bu tajovuzchilarning bu haddidan eshishiga to'xta deydigan kunlarmi, minutlarmi albatta keladi. Ishonchimiz komil. Ve bugünkü xabarlarımızın nurg'ulg'an Xitoyga berilgan tarafdan berilayotgan jazo, Xitoyning oshkorlangan beshamliklari hammasi ko'rib turibdimiz yani. Xitoy har qancha tipirlasimi, har qancha jinoyatini yoshirishga tirishsimi, bu hargiz davom qilmaydi uzun muddatgacha. Rabbim Allah ömür versin ayetki günlük haberimizde, hafta ahirde haftalık haberimizi görüşürüz. Aman bu gençler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.